Yelkadagi og'riqlarni bittada yumshatib qo'yadigan, yengil qilib qo'yadigan texnikani bugun sizlarga o'rgataman. Albatta saqlab olinglar. Birinchi yelkadagi og'irliklarni olib olish uchun shunaqa chuqur ushlab chimchilashdan boshlaymiz. Mijozlaringlar mazza qilib yuboradi. Sal og'riqli bo'lishi mumkin, lekin yoqimli og'riq bo'ladi. Keyingi texnikada bo'yinni ochamiz. Chuqurroq ushlab tortishga harakat qilinglar. Keyingi texnikada bo'yinni yon taraflama ochamiz. Klientlar mazza qilib yuboradi. Boshga qon aylanishi zo'r bo'ladi. Davleniyalar oshayotgan bo'lsa ham oshmay qoladi. Ayniqsa hozirgi bahor kunlarida juda ham ko'plab davleniya oshishlar, bosh og'rishlari, bosh aylanishlari kuzatilyapti. Juda ham yaxshi yordam beradi. Endi yelkadagi naprejeniyani, qattiqlikni yanada yetishga harakat qilamiz. Tana bilan ishlaymiz. Tana bilan ishlashga harakat qilinglar. Shundoq tutib olasizlar yaxshilab tog'ay qismlari bilan va tanamiz bilan uni ochamiz. Og'riqli bo'lishi mumkin. Agar yelkada qancha naprejeniya ko'p bo'lsa, o'shancha og'riqli bo'lishi mumkin. Zato keyin yengil bo'lishadi klientlaringlar. Bu texnika ham yaxshi yordam beradi, ham limfodrenaj bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa mana bu yerda ishni boshlagan bo'lsa, xolmik bo'lib, shunaqa qilib haydaysizlar. Lekin bu umurtqani ustiga umuman tegish mumkin emas. Bosmaylar umurtqani. Yon atrofidan ishlasanglar bo'ladi. Agar sizlarni ham yelka og'riqlari bezovta qilayotgan bo'lsa, yelkanglarda og'irlik hissi, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, davleniya oshishlari bezovta qilayotgan bo'lsa, Surayyo osteo sentrimizga kelib shifo topishinglar, yengil bo'lib yosharib ketishinglar mumkin. Hammanglarni taklif qilib qolamiz. Agar shunaqa zo'r ma'lumotlarni yana qayta berishimni xohlasanglar, uni saqlab olinglar va yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar. Men sizlarga yana shunaqa zo'r ma'lumotlarni ko'plarini berishda davom etaman.